Assalomu alaykum hurmatli Mr. Devolon kanali muxlislari. Bugun ajoyib oqshom va mana Ko'kcha masjidi yonida Devolon, ya'niqroq Dusan DX55W ekskavatori ishlab bo'lib, transheya qazib bo'lib, kabel o'tkazishayotgan ekan. Mana ishlayotgan ekan. Hozir aka bilan bir tanishib ko'ramiz. Qani. Qo'ldan kelgancha. Aka, assalomu alaykum. Aka, hormang. Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Zo'msiz? Anchadan beri haydingizmi ekskavatorni Dusanni aka? Qaysi tashkilotniki bu? Men shuni sotaman deb hayron bo'lmang. Nimaga unaqa so'rayapti deb. Nima deysiz? Elektrosetika, elektr qishloq qurilish. Yo, elektr tarmoqlari. Bo'ldi. Tushundim aka. O'shanga ko'rib qoldim, o'shanga hayron bo'lib bir to'xtab so'rab o'tib deyotgandim. Hozir nomi o'zgarganda Devolon bo'lgan aka. O'shanga boya o'tib ketayotganda akadan so'radim. Assalomu alaykum akalar, hormaydi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka birga ishlayotgandik. Yo, bo'ldi, uzr, men bor uzr aka. Shunda akalar hayron bo'lib qolishdi. Nimaga syomka qilyapsan deb ishlashayotgan ekan, sal xalaqit qilib qo'ydim shakil. No, zato suhbatlashdik ozgina aka bilan. Ishdan chalg'itmaydi dedim, o'shaning uchun uzrimni so'rab sekin ketdim. Har holda kechasi ishlayotgan odam chalg'itish yaxshi emas. Kanalimizdan uzoqlashmaylik, shunaqa Devolon texnikalarini obzor qilib, ishlayotgan joyda borib suhbat o'tkazishimiz mumkin. Hayron qolmaysizlar. Sog' bo'linglar.